Ana endi hurmatli mehmonlar, boya aytib o'tganimizdek, bugun kechaga juda ham ajoyib elimizni, yurtimizni sara san'atkorlari tashrif buyurgan. Bugungi tantanani erta tark etish yo'q. Chunki hali dovon oshib kelayotgan yurtimizda taniqli san'atkorlari ham borlar, ular ham yetib keladilar, xudo xolisa. Unga qadar hozir Bekzod akamizni eng yaqin ukalaridan, bizni do'stimiz, taqlid ustalari, barchangizga birdek yoqadigan taniqli serqirra ijodkorlar, taqlid shou teatri aktyorlarini kutib olasiz. Marhamat, chiroyli qarsaklar bilan. Rahmat Hamza. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz otaxonlar, aziz ayollar, to'rda o'tirgan baxtli kelin-kuyovlar. Bugun ushbu fayzli to'yxonani ham ochilishi, ham ikki yoshli baxtli visol oqshomi. Bugun shu Andijonga, Asakaga, shu akamiz Bekzod akamizni hurmatlaridan qolaversa, oila a'zolarining hurmatlaridan tashrif buyurdi. Endi ozgina diqqatlarini qaratib tursanglar, bir guruh san'atkorlar kelishgan Toshkentdan. Shu san'atkorlarni men birma-bir chaqirsam, agar qo'limizdan kelsa o'xshatishga harakat qilamiz. Guldiroz qarsak esa sizlardan kelin-kuyovlarimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ajoyib suxandon O'tkir Siddiqov tabriklaydi. Marhamat. Boqqa kirsam maylimi, gullar tersam maylimi, to'rida o'tirgan kelin-kuyovni tabriklasam maylimi. Ziyoratingiz qabul bo'lsin Bekzodjon. Bir o'zingiz kelibsiz-da. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, aziz san'at shaydolari hamda kulgu shinavandalari. Bugun to'y esa to'ydek o'tish kerak. To'y esa san'atkorsiz o'tmaydi. Yashasang dunyoni to'ldirib yasha. G'amu anduhlarin o'ldirib yasha. Inson dunyoga kelar bir bora, insonlik nomingni bildirib yasha. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'iyos Boytoyev kutib olamiz. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Xormanglar endi. Mana bugun qattiq to'y bo'lyapti. Bu yog'iga undan ham qattiq bo'ladi, chunki men keldimda sog' bo'linglar. Tashqarida yomg'ir yog'sa ham ichkaridan bahor nafas kelyapti o'rtoqlar. Chunki mana bu kelin-kuyovlarimiz bahor gullaridek ochilib turishdi. O'zi kuyov bola aslida menga shogird bo'ladi. Bir paytlar shu bolani ham mo'ylovi bor edi. Lekin bugun uylanyapman deb olib tashlabdi, hech qisi yo'q. To'ydan keyin qo'yib oladi, hech qisi yo'q, mayli. Men kelin-kuyovga baxt tilayman, 10 ta o'g'il naq tilayman. 5 tasi kamida menga o'xshagan chiroyli mo'ylovli yigit bo'lsin-a. Kelin-kuyovlarimiz sog' bo'lsin, rahmat. Endi men o'zim kelganim yo'q. O'zim bilan ajoyib san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti, Turkmaniston xalq artisti, yana 5-6 ta shunaqa istonlarning xalq artisti Bobomurod Hamdamov topib kelgan. Bitta chiroyli qarsak qilaman. Keling Bobomurod aka. Marhamat. Gördüm yüzünü divana buldum. Gördüm yüzünü divana buldum. El okşundan bigana buldum. Gördüm yüzünü divana buldum. El okşundan bigana buldum. Gimigen uzaktan beri gelir o gimigen. Emme yüzüye termiler o gimigen. Uzaktan beri gelir o gimigen. Emme yüzüye terimler o gimigen. Nezer salsam gidim menem ay yüzüyen. Jiraz
zotning yonidagi ferishtalik kelinigan. Bobomurod Hamdamov, Guldiroz qarsakiylar. Qarsak chalib turamiz-a? Ana endi mana shu vodiylik san'atkor. Haligi kiydiradi anjanchasiga degan qo'shiqda aytgan yigit bor-ku. Azatbek Nazarbek. Bitta chiroyli qarsakiylar bilan davraga chorlaymiz. Marhamat. Keling Azatbek. Azatni bermang Azatbek. Keling. Endi sal azat beradi, xafa bo'lmaysizlar. Shu bugun mana shu to'yxonada yaxshi bir kun, yaxshi bir baxtli kun. Mana shu kelin kuyovga baxt tilayman. Sherzodbek, keldik. Baxtli bo'ling. Shu tinchgina qo'shiq aytgan yaxshi ekan. Ayting. Qo'shiq ayting. Ayriliqning jabriga kundi yuragim kundi, yolg'iz o'tay mayliga endi sevmayman endi. Ayriliqning jabriga kundi yuragim kundi, yolg'iz o'tay mayliga endi sevmayman endi. Yig'lasang ham kulsang ham ming bor kechir desang ha, yana qaytib kelsang ha, endi sevmayman endi. Qo'shiqlar yaratishga Azatbek Nazarbekov. Qarsakiylar bo'lsa-na, qarzga bo'lsa ham. Mana shunaqangi san'atkorlar hozir kamayib ketgan. Menga o'xshagani-yu, o'shim qolmagan. Gapni ochig'i, mana bu yoshlarimizga haligi ummon bo'lsa bularga haligi mango bo'lsa, benom degan guruh nomni qarang, benommish. Haligi uchta sovuqqina yigit mango degan guruh tuzibdi. Ha, o'zbekning bolasi bo'lsang, hech bo'lmasa guruhing nomini yonga qo'y. Ya, mango ham qo'yadimi? Haligi ummon degan qizni olib chiqib olib, uchalovi ashulani qarang. Saniki, maniki, uniki, buniki kimmi-kimish. Chaqirib olib aytdim, ey yigitlar, oldin kelishib olinglar kimligini. Keyin qo'shiq qilib aytinglar dedim. Haligi mango degan guruhda qo'shig'ini qarang. Pistani qandoq chaqarlar, pistani mundoq chaqarlarmish. Endi bir kam shu 3 ta haligi bola bizga pista chaqishni o'rgatgani qoldi. Ellik san'atkor, marhum san'atkorimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oxinjon Madaliyevda ham bitta yodga olaylik, qarsakiylar ostida. Marhamat. Aylanaman sharqni kezib aylanaman, iboli bir yor topolmay o'ylanaman. Aylanaman sharqni kezib aylanaman, iboli bir yor topolmay o'ylanaman. O'z yurtimning go'zallari til bilmasa, uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman. O'z yurtimning go'zallari til bilmasa, uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman.
Oxunjon Madaliyev joylari jannatda bo'lsin. Yana bir marhum san'atkorimiz, u kishi ham o'zi vodiydan chiqib aslida Toshkentda ijod qilgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhriddin Xoliqovni ham shu ajoyib kunda bir yodga olib o'tsak, Qarsagilar ostida. Marhamat. Sümbüle can sümbüle bugün seni uzatamiz yığlama kız yığlama kız yığlama kız yığlama kız yığlama kız. Salomat bo'linglar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilhom Farmonov. Belki uçkan edim yadingdan, shirin hayalingni buzdim. Layla Layla seni yaningda, birdam ko'rmoqchiydim o'zimni. Layla Layla seni yaningda, birdam ko'rmoqchiydim o'zimni. Ilhom Farmonov. Qarsagilar. Endi bu Ilhomjon ham bu Layla degan qo'shiqni ustozlarning qo'shig'ini o'zgartirib, u yog'ini to'g'rilab aytgan, bilasizlar. Bundan oldin ustoz san'atkorlar aytishgan. Meni ham o'zi asl ustozim O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bo'ladi. U kishining bir zo'r qo'shiqlari bor, hammanglar bilasizlar. Haligi Dilaram siz malika biz g'ulom degan qo'shiqlar bor. Shu kishini o'zimga ustoz bo'lib, shu kishini yo'llarini bersin deb, shu qo'shiqni o'zgartirib, bir yangi qo'shiq tayinladim. Bir uchini sizlarga hozir chiqarib beraman. Ey charas, siz malika biz g'iyas degan qo'shiq tayinladim. Xudo xolasa tayyor bo'lsa sizlarga aytib beraman. Endi davramiz so'ngida ajoyib so'z ustasi Mirzabek Xolmedovni davramizga chorlab qolamiz. Marhamat. Keling Mirzabek aka. O'xshab qolgan joyga qarshi chalib turasizlar. Assalomu alaykum aya. Assalomu alaykum. Vaqtliroq chiqsam bo'lar ekan-a? Shunchaga somay qatga solasiz aya. Keling. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling, hamisha hamma vaqt bo'ling. To'ling to'kilmang, qatoringizdan kam bo'lmang. Men chiqdim, kuyov bola keldi. Bilardim o'zi, qarzi bor mendan. Akasini ham qarzi bor, o'zini ham qarzi bor. Mayli-da endi. Kuyov bolani sheriklari ham bor edi, ularning ham qarzi bor mendan. Mayli. Sherzodjon aylanib keting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yoningizdagi go'zal bir farishtali kelin bilan baxtli bo'ling, aylanib keting. Xudo xolasa farzand to'yida men o'zim kelib tekinga xizmat qilib beraman. Ya Mirzabek aka, kuyov do'stlar hujumga o'tishdi qo'qqisdan. Pistirmadan hujumga o'tdi kuyov do'stlar. Qiyomat qarz deydi bular. Assalomu alaykum. Ziyoratingiz qabul bo'lsin. G'iyos aka. Alam qilyaptimi menga qistirayotgani? Ya endi
endi meni shunurim yetmaydi-da borishga, shuning uchun. Yaxshi. Hali Yoshlarga qo'shgan bularga tinchlik tilaymiz, to'g'rimi? sog' bo'lsin Sog'lik yoshlarimiz. tilaymiz. Baxtli bo'lsin. Xudo xolasa mana shu jam bo'lib o'tirgan hamma ayollar, otaxonlar, ayolarim, hoji onalar baxtimizga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bekzodjon, Xudo xolasa ukajonim siz ham umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin. Yoshlarga xayrlashamizmi? Biz xayrlashmaymiz, biz ko'rishguncha deb qolamiz. Nima deysiz? Ko'rganda ko'rishguncha, qo'l bilan so'rashguncha salomat bo'ling. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Taqlid shou teatrining aktyorlariga chiroyli yana bir bor qarsaklarni yo'llab qo'yamiz.